Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Ko'rib turibsizlar, pasatka jarayonlari boshlandi. Yurtdoshlarimiz уже Kazan, Moskva, Ufa, Perimga ajralib chiqishyapti. Mana hozirgi reysimiz mana Toshkentdan Kazanga, Kazanni kolxozni Rinikigacha boradi. Ekranda ishonch nomerlar, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib amalga oshirishingiz mumkin. Uylar mana ichki sharoitlarni ko'rsataman sizlarga avtobuslarimizni. Водителimiz mana ismlari Bek aka. Bek aka necha kunda yetib boradi Kazanga? Qayerga boramiz? Qayerga borib to'xtaymiz? Kafe Urumchiga. Ko'rib tursiz aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, bemalol telefon qilib joy bron qilishingiz mumkin. Ichki sharoitlari mana shunaqa zo'r shinam muzdek konditsionerlar ishlayapti. Sidinalar yumshoq, samolyotdan farqli, faqat bu yerda yuradi. Samolyot osmonda uchadi. Mana orqada televizorlarimiz bor. Bemalol zerikmasdan ko'rib ketishingiz mumkin. Ekranda ishonch nomerlar, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Tanlovda adashmanglar. Ekranda 8000 nomerlar.